Men onalarni ko'p kuzatsam, konsultatsiyaga kelganimda yoki gaplashib qolganimda kuzatsam, bolasi uchun, bolasiga yordam berish uchun hamma narsaga tayyor. Masalan, shunaqa bolajonlar kelishadi. Vaqt o'tgan, masalan, 4-4,5 bo'lgan, mutaxassisga borishgan 6 oyda ham hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan va uni kutuvda yuravergan. Shu holat meni juda ham qiynaydi. Ota-onasini ketgan puli ham mayli, bolani vaqtiga achinaman, chunki qancha erta biz bolaga yordam bersak, shuncha tez muammodan chiqib ketadi. Bitta narsani bilishligini xohlayman. Individual tarzda bola bilan ishlanganda har kuni qanaqadir mutaxassis ishlasa, har bitta bolada o'zgarish bo'ladi. Bitta joyda to'xtab qolmaydi. U qanaqa diagnoz bo'lishidan qat'iy nazar, oylab ham umuman hech qanaqa o'zgarish bo'lmasligi bu meni tasavvurimga sig'maydi. Masalan, bizning markazga kelgan bolada bir oyda hech qanaqa o'zgarish bo'lmasa, men o'sha onani qanaqadir boshqa vrachga borishini, yengil lecheniya qo'yishini tavsiya qilaman. Onalar shuni tushunishini xohlayman. Qat'iqadir mutaxassisga bordingizmi, bir oyda qanaqadir o'zgarish bo'lmayaptimi, demak siz yechimni yana boshqa yo'ldan qidiring. Balki mutaxassis zo'rdir, lekin bolani lecheniyasini o'zgartirish kerakdir, rejimni o'zgartirish kerakdir. Bolani vaqtini yo'qotmaslik uchun shu narsalarga ahamiyat berishligini xohlardim.